Biz o'quv markazimiz tomonidan vaucherli savol e'lon qilgan edik. Ya'ni mushuk har 30 daqiqada bitta sichqon yesa, 3 ta sichqonni yeyish uchun qancha vaqt ketadi degan savol edi. Bu savolning javobini e'lon qilamiz. Deylik, 3 ta sichqon bor. 1 2 3. Xo'p, mushuk 8 00 da birinchi sichqonni yesa, yarim soat kutadi keyingi sichqonni yeyishlik uchun. Keyingi sichqonni 08:30 da yeydi. Ikkinchi sichqon ketdimi? Xo'p, keyingi sichqonni esa 09:00 da yeydi. Endi yarim soat kutmaydi, chunki 3 ta sichqon yeb bo'lindi. Shuning uchun unga 1 soat vaqt ketdi. 1 soat vaqt yetarli bo'ldi. Bu savolimizning javobini birinchi bo'lib Davlatbek degan bir o'quvchimiz topgan ekan. Unga va'da qilingan edik, 100 ming so'mlik vaucher taqdim etamiz. Malades Davlatbek. Mana sen.